Kaynayam yok. Zardali'de bunaki Keyin kun boyunda baratamiz. Buni qamoq ashtabimiz turib qoldim beylab shuni davomida ochilib so'rashadi ekan. Qanchaga chiqdingiz ishda? Ha, Qanchaga chiqib qoldingiz? 50-yilgi. 53, ha, yosh turibsiz. So'g'ishdan keyingi yilda bu. So'g'ishdan bunun 2 ham bor O'zbekistonda. Ha. Ular o'tib ketdi ular. Bunun baldari bor. Ana telefon. Bu yerda sizning cho'ng otalaringiz tutmagan ekan da bu yoqda. Ularning da atalari. Alarning atalari. Shulardan qolgan biz endi mana bizdan qaridik. Ularning nevareleri bizlar. Tosh ko'p bo'lganmi? Bu qarangsiz, tosh to'sib qo'yibdi bu yoqqa. Mana o'rim, Buna toshni kim qo'ygan buni toshlar? Buni men o'zim qo'ydim. Kecha yerga, buni hukumatning yerida bu. Ha. Yurishga bo'lgandan keyin mana cho'ntan yerlarini yurishga olib, mana deb to'sib, mana o'zingiz bunda yegan qildik. Oy, bu cho'ng toshlarni qanday ko'tardingiz u? Ana nonatib, shangdab, mana lukamni ko'z shuni chizgan biz analardan, yoqlardan. Bu ayoy cho'ng toshlarni qanday jildirdingizlar? Texnika yo'q. Yo'q, shangni mana deb ilgari bit. Buni misol buni toshni qarang, buni toshni. Sholarni Bu toshni jildirish. nazar ko'z chizgan biz mana. Bu buna suv qanday suv? Ne deb aytiladi suvni? Bu Qashqar suv deydi. Qashqar suv. Qashqar suv, boshi Qashqar suv, menguda tushadi. Oho. Bu manada ayil bor. Hozir ayilda aralab shuni joylarga ketadi. Manada qilgan Qashqardan keyin bo'ldi, olish deydi ona. Ha. Novdun boshi, mana novdun boshidan keyin olish deydi. Shundan olib olib ketadi. Bu suvning boshida bir tegirmanda bor deb uqdim hele. O tegirmen ha şu an az qavar. Suv tegirmani. Şol atam ana çoğ atamda tegirmeni şol alıda işleyapti. Hozirda ishlaydi. Hozir kecha o nemesi gündösü buzulup qalgan ekan parası. Ay boshqadan qilyapti. O chilib tushib qolgan da. Ani ne hozirda ishlaydi desiz. Hozir ishlatadi ani buday tartog'i. Shu bu hozir buday yeg'atadi mana. Tartadi. Ha, o'zi yegib eli o'zi shunga tortib olib jeyveradi. Ha. Taşlayırman şol bari. Un taşıma etkanda. Ha, hozir o ko'rasizlar, hozir remont. Bu yerda bütele taşdan nima chep quradi ekan, ha? Ha, mana bir kishinin mana cho'ng atamdan tarag'at 3 yil olganda mananda daha bir katlığı var. Manalar bir büt menin amakilerim de. Bir kishinin baldar mananda algan. Manalar büt menin ülkelerim. Ha, buna chepni qurganini qarang. Bu tosh bilan Mana taşlı gördün mü? İlgari salıngan koyulgan taşlar şolar. Suyup şundan vurup katarık değil. Sözlerde alıp koymuş şundan içe. qarang. Biz suyunun başında da Suvning boshida ekansiz, ha? çoğuntaları şu vurup ciğer alıp ciğer kılana. Hazır o terimden taşını görüyorsun ya. Qayerda bu? Ana. Tegirmeni toshida ko'rib qo'yaylik. Men atam yel ketgandan keyin atam ishlab turgan, ondan keyin bunda avam bordi boya avvallarni atasi. O'l atasi o'tib ketdi. Hozir balasi qilib o'tadi. Bu tegirmeni tosh kimning menchigi? O'l menchigi onanda men so'ngatam o anal chuqur degan yerda tegirmen bor ekan, Jaylovda. Ilgari mal bilan qishloq ekanda. Ana shuni olib chiqqanmiz mana. Ana bunda Jaqib degan kishi vardı. Onda o saydın boyida uyi var edi. O yerden taş yol ötüp gitti daha onun taşını daha kelip saldılar. Ayşe'niz. Tegirmeni toshi qayerda? Ona. Keyin ko'ramiz shashlik ekanmiz, ha? Suratga tortib qo'yaylik. Bo'ldi.